Otam yonimda bo'lgan paytlarimda hayot menga og'ir tuyulmagan. Uyda go'sht tugayaptimi deb hech qachon o'ylamaganman. Bozorda narxlar qanday qiziqmasdim. Faqat dasturxon yozilishini kutardim xolos. Hech qachon keyin olamiz degan gapni eshitmaganman. Kiyimim eskirib qolsa, yana biroz kiy deyishmagan. Yangisi allaqachon tayyor bo'lardi. Hech qachon nimadandir ketishga majbur bo'lmaganman. Men yetmaydi degan tushunchani bilmaganman. Kam degan hissiyot menga begona edi. Og'ir sumkalar ko'tarmaganman. Bozordan qaytishda qo'lib tolib charchamaganman. Gaz tugasa nima bo'ladi? Chiroq o'chsa kim yuguradi? Bularning birortasi